Assalomu alaykum yurtdoshlar. Kanalimizning hurmatli obunachilari, bugungi ko'chmas mulkimiz xudo xolasa yer o'rin bo'ladi. 10-20 bo'ladi. 10-20 200 kvadrat bo'ladi. Yer o'rinni birdaniga aytib o'tib ketaman. Shunday eng kerakli yeri dokument bo'ladi. Dokumentlari xususiylashtirib, dokumentlarni hammasiga tushuntirib o'tamiz. Xususiylashtirib, taxlab, chiroyli qilib ko'ttilagan notariuslik qilib aziz yurtdoshlar. Tak, lokatsiyasına keladigan bo'lsak, lokatsiyasi Bo'ron zapravkada bo'ladi. Maktab, bog'cha hamma yerlar yaqin bo'ladi. Yo'l ham yaqin. Aziz yurtdoshlar, endi joyni ustunda gaplashiladi. Qolganlarni ko'rsangizlar, joyni ustunda gaplashamiz endi. Yurtdoshingizdan uborcha qilib qo'ydilar, to'g'ri pindamet etib, to'g'ri boshlab beraverasizlar, yurtdoshlar. Kimga shunday yer o'rinlar kerak bo'lsa, do'stlaringizmi, yaqinlaringizmi, ya'ni kim so'rab bergan bo'lsa tarqatib beramiz. Telefon nomerimiz ekranda yozilib turadi. Kimda haqlansalar bo'lsa, reklama chiqarib sotchak bo'lsangizlar, yanchak bo'lsangizlar, telefon qilavenglar, bemalol sotib aytib beramiz. Hem kanalimizda, shunday kanallarimizda ko'rib yer o'rin bor, kvartiralar bor, bir xonali, ikki xonali hol joylar bor. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Yurtdoshlar, hozircha aytib olganim uchun katta rahmat. Bir xonali 10-20li, 10 beramiz 20. Ajoyibgina bir plancha tushadi xohlasangizlar. Hozircha aytib olganim uchun katta rahmat. Narxini ekranda yozamiz, xudo xolasa. Bemalol telefonlarni kutamiz.